Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Sog' salomatmisiz? Navbatdagi ertagimizni tinglashga tayyormisiz? Unday bo'lsa ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Bugun sizlarga yalmog'iz kampir yordam so'ragan tun haqida yangi ertakni aytib beraman. Qadim zamonda bir qishloq bor edi. Bu qishloq aholisi yalmog'iz kampir haqida dahshatli gaplarni aytishardi. Go'yoki kim uni ko'rsa qaytib kelmas emish. Shu sababli kechasi hech kim tashqariga chiqmasdi. Lekin shu qishloqda Sodiq degan bir bola bor edi. U boshqalarga o'xshamasdi. Qo'rqsa ham haqiqatni bilishni xohlardi. Bir kecha u deraza oldida o'tirganida tashqaridan juda past, titroq ovoz eshitildi. "Bola, yordam ber!" Sodiq seskanib ketdi. "Kim u?" dedi u qo'rqib. Ovoz yana keldi. "Men yalmog'izman." Sodiqning yuragi tez ura boshladi. U qochib ketmoqchi bo'ldi, lekin nimadir uni to'xtatdi. Yalmog'iz yordam so'rayaptimi? U sekin tashqariga chiqdi va o'rmon chetiga bordi. U yerda bir kampir turardi, lekin u odamlar aytgandek dahshatli emasdi. Charchagan, ozg'in, ko'zlarida g'am bor edi. "Sen yalmog'izmisan?" dedi Sodiq asta. Kampir boshini egib, "Ha, lekin men yomon emasman", dedi. "Unda nega hamma sendan qo'rqadi?" deb so'radi bola. Kampir xo'rsinib dedi. Chunki men shunday bo'lishga majbur qilinganman. Men oldin oddiy ayol edim. Odamlarga yordam berardim. Lekin bir sehrgar meni la'natladi. Odamlar meni yomon deb o'ylasin, mendan qo'rqsin va men yolg'iz qolay dedi. Endi esa faqat chin yurakdan yordam beradigan odam bu la'natni buzishi mumkin. Sodiq darrov so'radi. "Qanday yordam?" Kampir o'rmon ichidagi sirli joyni ko'rsatib, "U yerda yorug' tosh bor. Uni olib kelish kerak, lekin uni faqat qo'rqmaydigan odam topa oladi", dedi. Sodiq biroz qo'rqdi, lekin baribir yo'lga tushdi. O'rmon ichiga kirgan sari atrof qorong'ulashdi. G'alati tovushlar chiqdi. Daraxtlar orasidan "Qayt, yo'qolasan" degan ovozlar eshitildi. Lekin Sodiq to'xtamadi. "Men qo'rqmayman. Men yordam beraman", dedi u o'ziga. Nihoyat oldida kichkina yorug'lik paydo bo'ldi. Porlab turgan tosh edi. U uni qo'liga oldi va shu zahoti atrofdagi barcha qo'rqinchli ovozlar birdan yo'qoldi. Sodiq tezda ortga qaytib, toshni kampirga berdi. Kampir uni qo'liga olishi bilan atrof nurga to'ldi. Sekin-sekin uning ko'rinishi o'zgara boshladi. U endi qo'rqinchli yalmog'iz emas, oddiy va mehribon ayolga aylandi. Uning ko'zlaridan yosh oqdi. "Sen meni qutqarding", dedi u. Ertasi kuni qishloq aholisi hayron qoldi. O'rmon endi qo'rqinchli emas edi. Yalmog'iz kampir esa yo'q bo'lib ketmadi, aksincha qishloqda qolib, yana odamlarga yordam bera boshladi. Shunda hamma bir narsani tushundi. Ba'zida eng qo'rqinchli ko'ringan narsa aslida eng ko'p yordamga muhtoj bo'ladi. Aziz bolajonlar, sizga ertagimiz yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni ham unutmang. Yana bundanda qiziqarli ertaklarni tomosha qilishingiz uchun bizni doimiy ravishda kuzatib boring. Kelgusi dasturlarda uchrashguncha salomat bo'ling.